Men zo'rman deydiganlar bitta gapki, ertaga ketasanmi o'sha ishdan yoki o'lib qolasanmi? Masalan, o'lib qolgan taqdiringda ham 3 kun senga azo tutishadi-da, 4-kuni o'rningga boshqa yangi xodimni keltirib qo'yadi. Shuning uchun odam o'zini juda ham bir muhim shaxs deb o'ylamasligi kerak yoki bir haddidan oshib ketmasligi kerak, men muhim kadrman deb yoki qaysidir ma'noda o'zini juda ham bir berilib ishga, bu ish mansiz to'xtab qolar ekan deb ham oilani, do'st birodarlarni unutish kerak emas. Tasavvur qiling, agar butun dunyodagi xodimlar bir kunda ishlashsa nimalar bo'ladi? Birinchi kun transport, kasalxona, banklar butkul to'xtaydi. 24 soat ichida tarixdagi eng buyuk inqiroz bo'ladi. 5-kun butun dunyoda oziq-ovqat tugaydi. Atom va kimyo zavodlarida portlashlar boshlaydi. Shu 5 kun ichida 2 million inson o'lib ketadi. 10-kun sivilizatsiyamiz butkul quliydi, internet o'chadi. Dunyoda haqiqiy xaos boshlanadi. Va atigi 30-kun insoniyat 1700-yillarga, ya'ni o'rta asrlarga qaytadi. Pandemiya avj oladi, insoniyatning 10-12% o'lib ketadi. 6 oy ichida insoniyatning teng yarmi, ya'ni 4 milliard inson o'lib ketadi. Shu uchun ham xodimlarni qadrlash